bir interesniy bir savol kelib qoldi sizlarga. Bu savol javobini kommentga yozasizlar. Xullas kalom, mana bu qo'limdagi narsa Rove kolonkani stulga turadigan uyasi, ya'ni mana bu joyda turadi. Ya'ni bu nima bo'ldi? Bo'shatganimizda xuddi shu holatda sinib ketdi. Qattiq nagruska berilmadi. Bo'shatilayotganda bu sinib ketdi. O'z-o'zidan qatirilayotganda faqatgina bo'shatilayotganda. Bu holatda kim aybdor bo'ladi? Bo'shatayotgan odam aybdor bo'ladimi yoki mashinaning egasimi? Endi bizda endi o'zimizga qarashli bu narsa bizda serob narsa. Shunga o'xshagan voqealar ko'p bo'ladi, ko'p ustalarda. Ustalar bu narsani yaxshi tushunadi. Shunda kimda ayb bo'ladi? Kim zararni qoplashi kerak? Bo'shatayotganda uzilib ketgan narsa, masalan, bolt bo'lishi mumkin. Har xil gayka boltlar ko'p uzilib ketadi ustalarda. O'shanda ayb kimda bo'ladi? Qiziq savol. Endi bizda kelishiladi, bizning masalamizda. Klientlarimiz yaxshi bo'lganligi uchun kelishiladi, hal qilinadi, muammo bo'lmaydi bizda. Ko'pchilik shu narsa muammo bo'lar ekan, ko'pchilikni kuzatdim. Hamma kelib uzib oldi, u qildi, bu qildi degan gap ko'p bo'ladi. Falon ustaga bordim, uzib oldi boltimi, u qildi, bu qildi degan jalbi ko'p tushadi. Shunda aqlli, zo'r qaror qaysinda bo'ladi? Ya'ni bolt uzilib ketib qolsa, ayb kimda bo'ladi? Qanaqa kelishiladi? Ko'p meni obunachilarimda ustalar ko'p ekan, ustalar kommentga yozib qoldirasizlar, kimda ayb bo'ladi? Bu ham bir qiziqarli voqea. Ajoyib, alyumin narsa bu, temir emas, alyumin narsa. Komment yozib qo'yishingizdan chiqmasin.